Albatta 2020 ni olib olamiz. Bu o'nlik sanoq sistemasida ikkilikka o'tkazish uchun 2020 ni bo'lamiz 2 ga va bu 1010 chiqadi va 1 qoldiq 0 qoldiq qoladi. Keyin 1010 ni bo'lamiz 2 ga 505 chiqadi, 0 qoldiq chiqadi. 505 ni bo'lamiz 2 ga 1 qoldiq chiqadi va bu 256 chiqadi. 252 ni bo'lamiz 2 ga 0 qoldiq chiqadi. 126 chiqadi. 126 ni 2 ga bo'lsak 0 qoldiq chiqadi va bu 63 chiqadi. 63 ni bo'lsak 2 ga 31 chiqadi va 1 qoldiq chiqadi. 31 ni 2 ga bo'lsak 15 va 1 qoldiq. 15 ni bo'lsak 2 ga 1 qoldiq va 7. 7 ni bo'lsak 2 ga 3 1 qoldiq va 3 ni bo'lsak 2 ga 1 va 1 qoldiq chiqadi. Va endi yozib chiqamiz. Javob 1 1 1 1 va 1 0 0 1 0 0 va javobimiz shu ekan. Va endi buni 8lik sanoq sistemasiga o'tkazadigan bo'lsak 2020 ni bo'lib olamiz 8 ga. Endi bu bizda 252 chiqadi va 4 qoldiq chiqadi va 252 ni bo'lsak 8 ga 31 chiqadi va 4 qoldiq chiqadi va 31 ni bo'lsak 8 ga 4 3 24. Xo'p, 7 qoldiq chiqadi. Endi bularni yozib chiqamiz. 3 7 4 4 chiqar ekan. Endi 16lik sanoq sistemasiga o'tkazadigan bo'lsak 2020 16lik sanoq sistemasiga o'tkazadigan bo'lsak bu 1 16 4 2 2 bersak 32 10 chiqadi va mana 0 ni bersak 5 6 beramiz. 36 96 4 qoldiq. Buni dilga olib turamiz va 126 ni endi pauza qil. Endi 126 sonni 16 ga bo'lamiz va buni hisoblasak 7 ni bersak 42 112 8 ni bersak 48 127 ni berar ekanmiz. 112 chiqar ekan va bundan 14 chiqadi. Va bo'ldi, endi shularni olamiz, buni va buni. Va bu 16lik sanoq sistemasida 2020 sonimiz. Xo'p, 7 A B S D E va 4 ga teng ekan. Bo'ldi.